reklama bo'lib ketmadim. Reklama bo'lib ketgan narsani yoqtirmayman. Kichkina, lekin kuchli. Butun boshli tanamizning atiga 20-25 grammini tashkil etuvchi qalqonsimon bez. Qalqonsimon bez tanamizning xuddi dirijori. Buning super qahramoni T4 va T3 haqida gaplashamiz. T4 va T3 gormoni organizmga moddalar almashinuvini boshlaydi va energiya bilan ta'minlaydi. Agar bu gormonlar kamayib ketsa yoki yo'q bo'lsa, organizmimizda go'yoki pauza bo'lib qoladi. Yod uning yoqilg'isi. Qalqonsimon bez yodsiz yashay olmaydi. Qalqonsimon bez gormonining kamayib ketishi natijasida soch to'kiladi, tirnoqlar mo'rtlashadi, teri quruqlashadi, ishtaha yomonlashgani hisobiga vazn ortadi. Ayollarda esa hayz sikli buziladi. Qalqonsimon bez gormonining ortib ketishi natijasida esa uyqusizlik, yurak urishining tezlashishi, ushbu xastalik bilan kasallangan bemor ishtahasi yaxshi bo'lishi mumkin, ammo vazn yo'qotishni boshlaydi. Bundan tashqari, ko'zlarning bo'rtib chiqishi va qo'llarda titroq ham kuzatiladi. T4 va T3 gormonini kayfiyat gormoni ham deymiz. O'zingizni charchagan, tushkun, asabiy holatlarda his qilsangiz, klinikamizga keling va laborator tekshiruvlardan o'tib, o'z sog'lig'ingizni mustahkamlang.